issiq yoz faslida mollarni qanday boqsangiz kasal bo'lmaydi va mollaringiz har xil kasalliklarga uchramaydi. Oddiy sabablarga e'tibor beramiz va mollarni yozdan sog'lom olib chiqib ketamiz. Ko'pincha mollar faqat yoz faslida qiyin holatlarga uchraydi va zaharlanadi, har xil kasalliklar kelib chiqadi, mollaringizni o'limigacha sabab bo'ladi. Issiq yoz fasli. Siz issiqda mollaringizni dashga olib chiqmang. Ayni iyun oylari juda ko'p mollarni o'limiga sababchi bo'ladi. Mollarni oldida har xil pashshalarni ko'pligi, mollarni dashga issiqda boqish. Molingizni xuddi mana shunday salqin paytda boqing, ham ishtahasi yaxshi bo'ladi, ham